Navbatdagi ishimizni bitkazamiz. Mana zamonaviy mebel tomonidan ishlab chiqarilgan mana shu spalniy onamizga spalniy kravat beramiz. Mana pufiklari. Hozir ustanovka jarayonlari davom etyapti. Ko'rib turganingiz katta ustalar cho'tda mana. Hozir tillarni hozir yig'amiz. Ustalarimiz cho'tda hammaliga ko'rib turganingizdek. Bu korona deb nomlanadi. Spalniy devor obifkasi. Yon qismi materiallari sifatli obshipkada ko'rib turganingiz bukovkalarda kelgan. Hozir bu bizani ko'p qavatli imoratimiz Toshkent shahri Uchtepa hokimiyat tarafda